Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda YouTube'dagi o'zgarishlar haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. YouTube juda ham yaxshilandi, oldingidan yanada yaxshilandi, chunki hozirda ancha yaxshi o'zgarishlar bo'ldiki, mana shu YouTuberlar, content creatorlar, ya'ni content yaratib YouTube'dan pul topadigan insonlarga yanada qulaylik bo'lishi uchun, yanada osonroq bo'lishi uchun nima bo'lyapti hozir? Juda ham yaxshi o'zgarishlar qilinyapti. Chunki oldinlari agar kanalingiz misol uchun bir necha kun qolib ketadigan bo'lsa, orada misol uchun bir hafta qolib ketadigan bo'lsa, keyin uni qayta yurgizib yuborish uchun taxminan 2 oylar vaqt kerak bo'lar edi. Hozir mana shu narsa tezlashdi. Agar sizning kanalingiz qolib ketgan bo'lsa ham, siz trenddagi yo'nalishlarni davom qildiradigan bo'lsangiz, kanalingizni yurishi nisbatan tezlashadi. Bir haftaning ichida уже yana oldingi aktivligiga nima qilish mumkin? Ko'tarilib, oldingi aktivligini saqlashi mumkin. Oldin juda ham ko'p vaqt ketib qolardi, uni oylab kutishga to'g'ri kerak bo'lardi. Chunki YouTube bitta qolib ketgan kanalni, rejim buzilgan kanalni nima qilmasdi? Поддержка qilmasdi, qo'llab-quvvatlamasdi. Hozir juda ham nima deydi, tezlashdi, jarayonlar yengillashdi. Oldingidek misol uchun qolib ketsa agar kanalingiz qanchadir muddatga, siz buni keyin qisqa muddat ichida nima qilasiz? Yana ko'tarib olsangiz bo'ladi. Ikkinchi e'tibor beriladigan narsa auditoriyaning o'zgarishi. Fast changes audition deydi. Ya'ni auditoriya juda ham tez o'zgaradigan bo'ldi. Oldinlari misol uchun auditoriyaga o'zgarishga juda ham ko'p vaqtlar ketgan. Oylab o'zgartirishga harakat qilardik. O'zimiz misol uchun vaqt ko'p ketardi. Misol uchun O'zbekiston bosib ketsa auditoriyani, keyin uni Amerika qilib olguncha ancha mehnat kerak bo'ladi. Hozirda 2ta video bilan, 3ta video bilan sirazi Amerika auditoriyaga nima qilib olyapti? O'zgarib olyapti. Misol uchun mana shu tomonlari nisbatan nima qildi? Yengillashdi. Shorts yo'nalishiga juda ham ko'p e'tibor berilyapti hozirda, lekin bitta narsa aytib qo'yay. Shorts yo'nalishida katta pul topish juda ham qiyin narsa. Mana shuni to'g'ri tushunish kerak. Ko'pchilik shorts yengil, oson qilaman, tez qilaman, telefonda qilaman deb bosadi, lekin daromad yo'q, yuraveradi, oylab, yillab ham yuraveradi kerak bo'lsa. 2 yil, 3 yillab yurgan bolalarni men shaxsan o'zim bilaman, 1 so'm pul topa olmagan YouTube'dan. Yuraveradi, undan bunga o'tadi, bundan unga o'tadi, yo'nalish almashtiradi, bir narsalar qilib ko'radi, foydasi yo'q. Rejim, tartiblik bir xil ma'noda ketish kerak. Mana o'shanda nima bo'ladi? Natija bo'ladi albatta. Xo'sh, endi mana misol uchun o'zgarishlarni aytib o'tdim. Mana ko'ryapmiz hozir juda ham nima sun'iy intellektda qilinadigan videolar ko'payib ketdi. Videolar ko'paydi degani, siz o'sha videolarda misol uchun boshqalarnikini ko'rib turib, "Ha, bo'ldi, men ham shuna qilaman" deb o'ylamang. Bu qiyin narsa bu. Qaysi yo'nalishda video ko'paygan bo'lsa, demak o'sha yo'nalishda pul topish qiyinlashadi. Mana shuni to'g'ri tushunish kerak. Hozir uzr so'rayman. Sun'iy intellektda qilinayotgan videolarga 90% holatda pul bermaydi. Mana shuni to'g'ri tushunish kerak. Pul berilmaydi. Nima qilgan bo'lsangiz ham foydasi yo'q. Alohida bir yo'nalishlar qilib, bunda inson omili ham qatnashib, o'zingiz qanaqadir ya'ni 50% qismida sun'iy intellektdan foydalangan bo'lsangiz, 50-60% bunda yordam berishi mumkin. Lekin 100% sun'iy intellektda qilingan videolardan monetizatsiya olish juda ham qiyin narsa. Bo'lishi mumkin 100 tadan 10 ta kanal olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu narsaga aldanib qolmanglar. Mana hozir ko'ryapmiz, juda ham qiziqarli videolar yasab beryapti sun'iy intellekt. Juda ham oson tayyorlash ham. Telefonni o'zida qilishyapti, lekin pul yo'q. Pul bo'lmasa sizga nima keragi bor bunaqa ishlarni qilib? Misol uchun yaxshi qiyinroq yo'nalishlar, misol uchun mana bu Animals Animation bo'lishi mumkin. Mana kanallarni qarang. Sprunky Animation qilishyapti, qo'lda bolalar misol uchun mana. Juda ham katta daromad. Mana Animals Animation juda ham katta daromad misol uchun. Mana har xil kanallar, mana 4-5 xil kanallar tinimsiz mana shu yo'nalishda nima qilishyapti? Ishlashyapti mana. Mana shu yo'nalishlarni qilib o'tirgan yaxshiki, chem har xil yo'nalishga o'tib qaytib nima qilgandan ko'ra, borib kelib yurgandan ko'ra. Qisqacha aytmoqchi bo'lgan yangiliklar mana shu edi. Juda ham yengillashib boryapti kundan kunga YouTube'da ishlash. Ancha bu foydali albatta.
kontent yaratib mana shu YouTubedan pul topadigan do'stlarimiz uchun inshaalloh hammaga manfaatli bo'lsin, hammaga mana shu YouTubedan topayotgan pullari xayrli bo'lsin, yaxshilik ulashuvchi, ezgulik ulashuvchi, insonlarga foydasi teguvchi videolar qilishdan charchamanglar. Yomon videolar qilmanglar hech qachon. Bu yaxshi emas albatta. Hozircha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchaning ishlariga omad tilayman.